Hop, klientimizga tashloqqa kelganmiz, xudo xolasa. Kelavering aka. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Tinchsiz aka, ishlaysiz yaxshimi? Mashina telefon. 16 Pro Max aka. 16 Pro Max 256 sali. 17 sekund. Holatlari idealagan. Nima akalar o'tgan, ha? Mekalar o'tgan aka. Hamma yo'q ideal. Mekasini o'zim o'tkazganman. Ishlatmaydi o'zi shekilli buni. Bir hafta ishlatdim. Keyin ishlatganim yo'q, o'zi Samsung ishlataman o'zi. iPhone ishlatalmadingmi-ku? Yo'q, iPhone to'g'risi tushunmadim. Samsung ishlatganimni eskitdi. Hech bilyapsiz-ku buni narxini. Bu hali uncha ishlagani yo'q. 1400 ga olganman aka. O'zim narxidan ko'rsangiz 1400 aka. Mekalari bilan 1400 ga tushaman. 1400 ga bo'lmaydi-ku. Narxlar hozir 17 chiqqan, narxlar tashlab yuborgan-ku. Men qimmat narx topib olamiz-ku atrofda. $300 o'zim meka qildirganman aka. Bo'ldi-ku. Chiroyli qilib olib qolamiz. Bitta narx aytaman-ku, ma'qul kelsa bo'ldi-ku, bering-ku. Qancha aka? 1200 ga bo'ladimi-ku? Holati ideal ekan. Adalashtirib aytib o'tiribman-ku. 1350 ga aka. Nima o'ylayman, hech kim bermaydi 1200 ga-ku. Yo'q, 1350 aka. Yo'q, u narxga men sizga aytdim, o'sha bitta narx aytaman, to'g'ri kelsa olaman deb. Atak eng qimmat o'zimizda joni-ku. Naqd berasizmi? Ha, narx joni-ku bizda faqat. Mana-ku. Mana-ku. Tekshirib olaman. Bo'ldi. Nima puldimi? Ha, pulli. Chista joni-ku. Ajoyib ekan, farishga pul ishlatadi. Mana. Endi pulli bo'lmayapti. Yo'q, bizda unaqasi yo'q-ku. Hop, klientimizga tashloqqa kelganmiz, xudo xolasa. Kelavering aka. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Tinchsiz aka, ishlaysiz yaxshimi? Mashina telefon. 16 Pro Max aka. 16 Pro Max 256 sali. 17 sekund. Holatlari idealagan. Nima akalar o'tgan, ha? Mekalar o'tgan aka. Hamma yo'q ideal. Mekasini o'zim o'tkazganman. Ishlatmaydi o'zi shekilli buni. Bir hafta ishlatdim. Keyin ishlatganim yo'q, o'zi Samsung ishlataman o'zi. iPhone ishlatalmadingmi-ku? Yo'q, iPhone to'g'risi tushunmadim. Samsung ishlatganimni eskitdi. Hech bilyapsiz-ku buni narxini.